Yurak uchun eng zararli mahsulot bu mayonez. Yurak uchun eng foydali mahsulot bu lavlagi. Jigar uchun eng zararli ovqat bu qovurilgan kartoshka. Jigar uchun eng foydali mahsulot bu karamli salat. Men sosiskaman va juda mazaliman. Lekin juda ko'p iste'mol qilsangiz kasalliklarga olib kelaman. Men qayta ishlangan go'sht mahsulotiman. Meni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish sog'lig'ingizga salbiy ta'sir qiladi. Men qovurilgan kalbasaman. Men stressni kuchaytiraman va immunitetni zaiflashtiraman. Men chiya urug'iman. Yurakka quvvat beraman, ichaklarni tozalayman va suyaklarni mustahkamlayman. Har kuni bir qoshiq iste'mol qilsangiz organizmingiz zo'r ishlaydi. Men kunjutman. Suyaklar uchun kalsiy, qon uchun temir, yoshlik uchun antioksidantlarga boyman. Salatga sepding, minerallar me'yorini olding. Men zig'ir urug'iman. Yurak uchun foydali yog'larga, ichak faoliyati uchun tolalarga boyman. Bo'tqaga bir qoshiq qo'shing, ichaklaringiz sizga rahmat deydi. Biz shunaqamiz. Kichik lekin qudratli urug'larmiz. Qolgan ajoyib do'stlarimiz haqida bilishni xohlasang, obuna bo'l.